Bismillahirrahmanirrahim. Mana shu yoshligimdan mana odamlar nima qilar, namoz o'qidilar. Bash yuzlarga kirganlarga ham 5 vaqt namoz o'qib, roza tutardilar. Har kim shunaqa roza tutganlarda, endi yosh o'tib qoldi. Yo'q, roza namoz o'qish kerak. Men chaqaloq paytimda rasm bordi. Men chaqaloqman mashina. Mana shu hozir soqolim bor, xuddi shunaqa soqolda odamni o'xshab turdi. Musulmon bandasi soqolga chiqqandan keyin soqol bo'lish kerak deydilar. Oq soqol. Endi hayotda bu. Mana odamlar 33-yilda kelganlar Toshkentga. Men o'zi Toshkentda tug'ilib o'sdim. Eski shaharda men nima qilaman-da, mana shu eski mahallamiz buzilib ketdi. O'shanda ham hamma shu eskilar tar eslab turadi odamlar. Bu hayot ekan-da. Hammamiz endi nima deyman? Sog'lik bo'lsin, sihat salomatlik bo'lsin. Eng katta boylik bu sog'lik. Sog'lik yo'qolmasin, sihat salomatlik bo'lsin, tinchlik bo'lsin ishqilib. Hammamiz yaxshi niyatlarni yashashimiz, farzandlarni katta qilib mana o'sha vaqtga aytadi, nechta avariyangiz bor? O'shalar hammasi avariya-chavara, o'shalarning rohatini ko'ringlar bizga ham. 4 ta avariya. 4 ta avariya. Bu katta boylik. Mana bu hayot deyman-da. 9 ta avariya. 9 ta avariya. Endi bitta narsa aytaman, meniki nima bo'lib qolmadi? O'g'lim o'sha farzandog'ini hech kim ko'rmasdi. O'g'lim avariyada o'tib qolgan. Katta o'g'lim, hozir 52 yoshga to'lgan bo'lardi. Qancha avariya-chavaralar bo'lardi. Bu Xudodan ekan bu barakatlardan Xudo saqlasin hammamizni. Sog' bo'laylik. Hammamiz yaxshi narsalarga erishaylik. Rahmat. Men hayotimda shunchalik maqolam mana Sardor aka rosa mana shu o'zlarimdan har kim nimani ko'taradilar. Ming rahmat. Xudodan ekan deb Xudo yuborganda necha yillardan bir mana men katta mehnat qila olmasam ham men faxrlanaman shu shogirdim borligi uchun. Endi sport bilan shug'ullanganda hammasi olimpiya chempioni, jahon chempioni bo'la olmaydi. O'sha uchun eng kerakli bu sog'liq uchun qatnashish kerak. O'shandan keyin kimdir omadi bo'lsa, Xudodan bo'lsa, bular jahon bo'ladi, boshqa bo'ladi. Yaxshi inson bo'lib, o'qimishli bo'lib, yaxshi inson bo'linglar. Mana shuncha faxrlanaman. Sardor akamizlar mana bizning sportimizga hammasini yordam berib, boksda mana rosa ko'tarildi. Bu bitta trenerlardan emas, boshqa nima? Bu kollektiv. Mana shu O'zbekiston Federatsiya boksi nimasi rahbarlar hammasi birga ishlab, mana qanaqa oxirgi natija bo'ldi. Bu hech qanaqa davlatda bo'lmagan. 7 ta bazm bo'lsa, 5 ta olimpiyskiy chempion. Xudo xolasa mana yoshlarimizdan boryapti, musobaqalar yutyapti, yo'qyapti. Men faxrlanaman sportda shu. Mana endi bular hammasi bitta inson qiladi, bu kollektiv. O'shalar